Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ilg'or MFga 855-867 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerlarda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 20 gektar, uzunligi 500 metr, bo'yi 400 metrni tashkil qiladi. Bu yerlarda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish, gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90-100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ilg'or Agrokulture ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 60 tonna, jami 1200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori